Esselamu Aleyküm aziz yurttaşlar. Ürgen şehir merkezinde. O buzdırafının arkasında. Bir yan tarafımız Savat kanalı buladı. Arka tarafımız o buzdıraf. Medinüstam dımyakı yerde 2 kavatlı doğumumuzda. İkinci kavatında bir xana akuratlik halda arzan narxda satıva koyatır. Birgelikte danışıp etemiz yurttaşlar. Bir yan tarafımız yine Savat kanalı buladı. Seçen bilen danışaveremiz. Yurttaşlar ikinci kavata geldik. Aytip ötkenli ikinci kavatta eshiklarimiz toza qo'yilgan ekan, utuplonni demir eshik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, girever koridorumuz bo'ladi. Oyoq kiyimiz 100% pol, kraska qilingan, ustidan gilamlar döşenib turibdi. Bu yerda o'tiradigan mesta qilib qo'yibdilar. Mini dalancha, bu yoqda kuxnya, balkonni kuxnya etib qo'yibdilar ekan. Bu yerimiz sanuzeli. Suv, gaz svetlardan muammo yo'q. Aristolla qo'yilgan, kafeldan chiqib turibdi. Berimiz yine oturadigan çay içadigan mesta etib qo'yibdilar yurtdoshlar. Bu yoqimiz gaz plita, muallik. Bu yoqimiz yo'lni usti. Bahası 220 milyon so'm yurtdoshlar. O'yinli remontdan chiqqan. Olib to'g'ri ijaraga qo'yib bersangizlar ham bo'laveradi. Klient bor. Keti boyning televizorlari qo'yilgan. Yan tarafımızda yine şkafan bor. Yurtdoshlar gilamda döşelingan 100% pol oyoq kiyimiz. Bir xona. Yurtdoshlar bahasini aytib o'tdim. 220 milyon so'm. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Medinustam dim yaqin, yo'lni ustida domimiz. Sog' bo'linglar, ishlaringizga omad.